qiyomat kunida farzandlarimiz Allohga bizni shikoyat qilishi mumkinligini, biz bilan husumatlashi mumkinligini bilasizmi? Ertaga qiyomat kunida farzandingiz Allohga borib sizni otam meni nimaga sayohatlarga olib bormadi, otam menga nimaga iPhone olib bermadi deb va hokazo bunaqa narsalar bilan shikoyat qilmaydi. Ertaga farzandimiz Allohga bizni yo Robbi, ota-onam seni menga tanitishmadi, senga qanaqa ibodat qilishimni o'rgatmadi, seni kalomingni yodlatmadi deb biz bilan husumatlashishi mumkin. Bu Qur'onda oyatlarda va hadislarda juda ko'p bu haqda keladi. Shuning uchun biz bolalarimizga asosiy narsalarni beraylik. Ertaga Allohning oldida birinchi so'raladigan narsalarni beraylik. Robbisini tanitaylik, dinini tanitaylik. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam tanitaylik. Islomga bo'lgan muhabbatni uyg'otaylik. Unga farz amallarini, ibodatlarini o'rgataylik. Mana shu narsalardan so'ralinamiz. Ertaga nimaga farzandingni bu kiyimni olib bermading yoki nimaga dam olishga etib-etga olib bormading, pulli maktabda o'qitmading demaydi Alloh taolo. Birinchi qabrga qo'yilganda so'raladigan narsa man robbuka, Robbing kim, dining nima va Muhammad sallallohu alayhi vasallam kim deb so'ralinadi. Shuning uchun asosimizni, tarbiyamizni, bolalarga bo'lgan tarbiyani birinchi o'ringa qo'yaylik. Ota-ona bolaga beradigan eng go'zal tarbiya islom va dindan keyin go'zal axloq. Bolalarimizni go'zal xulqli, odobli, tarbiyali qilib tarbiyalashimiz bizning vazifamiz. Bu narsani qochirmaylik. Bolalarimizni qo'lidagi mana shu telefonlar, uydagi televizorlar, ana shu narsalar tarbiya qilyapti. Bu narsalarga qo'yib qo'ymaylik. Bolalaringizni qo'lidan olib qo'ying telefonni. Vallohu a'lam.